Uchxonaga shu Nestvandan uyalib yasholmaganga yarasha shu Nestvan ko'rinib turadigan joyga kelganman. Bilasizlarmi joyning qayerdaligini? ЖК Komolon kelganman. Mana oynadan ko'rib turgan Drujba Narodov to'g'risi, mana Adiblar xiyoboni, Seul Mom, Drujba Narodov, xullas hamma narsa, metro, hamma narsa oldi. Kelinglar bir chekkadan kiruvishdan tushuntiray. Kiruvishda oyna, mana shkaflari bilan. Mana kirasizlar, to'g'ri zalni ko'rsat. Shu yerda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Olib yashayman desanglar, zo'r joy, ijaraga qo'yaman desanglar, $1000 ga indamay turadigan joy. Mana oshxona, sanuzillarni ko'ryapsizlarmi? Oshxona deyman, cho'ta qora ochganga o'xshaydi. Mana bu yog'i endi oshxona. Bu yerda ham hamma narsalari bor, o'zining oynasi bor, o'tiradigan joy, kompaktniy. Mana bu yog'imiz spalniy. Mana spalniyni ko'rib turgan bo'lsanglar ham, shu yerda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. Jon pardalargacha pultlarda bunday ochilib yoqqa surilar ekan. Xullas, ikki xona 60 kvadrat, Evroremont mebel texnikalari bilan 10-qavat, o'zi 12-qavatli ЖК Komolon, narxi 129 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi. Bemalol dadil telefon quringlar pastki nomerlarga. Tamom.